130 tadan oshdi ona Atilla milliy sertifikat natijalari. Dahshat. 130 tadan oshdi. Hali surprizlarimiz bor, prizlarimiz ham bor. Ingliz tili natijalarimiz bor. Shular hammasini chekka sig'dirishimiz kerak umuman olganda. Kelishdi-ya? Xo'p, boshladik. Bu o'quvchimizni darajasini ham e'lon qilib qo'yay. Bu o'quvchimiz Qayrag'oshlik 100% sertifikat olyapti. Ingliz tilidan sertifikat bor, 189 ball oladi. Xo'jamqulova Ibodat. Bo'ldi, qarsak chalmaymiz. Bolalar, qarsak chalmaymiz. Xo'p. Ibodatni, aka turchi men oldimga. Ibodatni ikkita akasi bor. Katta akasini tamojniga o'qishga kirgizganman o'zim, tayyorlab. Bu paytda o'zim dars berardim. Xo'p, kichkina akasi iqtisodga, soliqqa kirgan. Ha, xudo xolasa jahon tillariga kirgizamiz. Bir oiladan 3-avlod vakilni. Dahshat. Malades, tabriklayman. Yasha. Senga ishonaman. Xo'p. Akbar Aliyeva Ismigul tabriklaymiz. Yashang. Nuriddinova Mashhura tabriklaymiz. Qo'yaverasizlar o'sha o'quvchilarni. Yashang, tabriklaymiz. Mana bir tomonga yo u tomonga yo bu tomonga turinglar. Xo'p, o'z bu safar qizlar sizlar lidersizlar, ona tilidan chiqyapti o'zi. Ammo o'g'il bolalar ham ko'p, majburiyatchilar ham bor. Xo'p, Mo'minova Mohunur tabriklaymiz 10-sinf. Xo'p. Bu deyarli opa-singil, ya'ni amakivachcha bu qiz ham aprelda 100% sertifikat bilan yopib beradi. Bu safar 97 bo'lib qolibdi. 100% qilib berasanmi? Yusuf va Xosiyat tabriklayman. Qayrag'oshlik bu qiz ham. Qo'yaveringlar. Ha, sertifikat oladiganlar o'zlaring bilib, bunday oldiroqqa kelib olaveringlar, hisobini olib. Registratsiya qilasanmi 100% ga? Ha? Nechanchi sinfsan? Yasha. Harakat qil. Xo'p. Ergasheva Xonzoda Begim, bu ham Qayrag'oshlik. Bitu sertifikati ham bor. Bu qiz ham bitu sertifikat bor. Sen nechisan? 10 misan? 10-sinf bu o'quvchimiz. Yashay. Xo'p, bu o'quvchimiz ham 10-sinf Valiyeva Jumagul tabriklaymiz, yasha. Bu qiz ham opasini o'qishga kirgizamiz iqtisodga. Buni ham kirgizamiz, xudo xolasa. Xo'p. O'g'il bolalar, jinday shoshmay turamiz endi bu safar. Aytdim-ku, qizlar rolda deganmiz. Inomova Layloxon tabriklaymiz. 10-sinf bu o'quvchimiz. Xo'p, Olim va Dilshinosxon tabriklaymiz bu qizimizni. Chiqinglar. Chiqing. Dilshinos, harakat qiling 100% oy. Dilshod jiyanimiz? Tabriklayman, yashang. Xo'p, Rafiqova Gulibonu tabriklayman. Yashang Gulibonu. Said Murodova Farzona tabriklaymiz. Yashang Farzona. Xo'p. Voy bolalar. Xo'p, To'xtaboyeva Dildora tabriklayman. Habibillayeva Ruxshona tabriklayman. Abdulboriyeva Ruxshona tabriklayman. O'rmonova Gullola tabriklayman. Yashang. Gullola O'rmonova. Ma'rifov Mashrabjon tabriklayman. Bo'l. Ey. Bolalar, bo'ldi qil, ey. Bor, ana shu stokka boringlar bolalar. Gullola. Qani Gullola, chiqmadimi? Xo'p, Najmiddinova Xurshida. Qizlar. Yashang. Xo'p. Mahmudova Nazokatxon. 1
Matvali va Husnidaxon tabriklayman. Abdurahim va Zeboxon qarsak chalmanglar. Bo'ldi. Zeboxon yashang. Tabriklaymiz. Xolmirzayev va Diloromxon tabriklaymiz. Baqir chaqirdim. Bo'ldi. Xolmirzayev va Diloromxon chiqarib yuboringlar. Yashang Dilorom. Abdumalik va Uxonoy. Shunaqami? Qarsak chalmanglar qizlar. Qani? Yashang. Xo'p. Zokir va Ra'noxon tabriklayman. Ummatali va Sevinchxon tabriklayman. Ra'noxon qo'yib yuboringlar. Yashang. Yaqinda kelawsiz. Qonun qoidadan yaxshilab bilmoqchisiz. Xo'p. Tursun va Zarifa tabriklayman. Sizlar tanisalang, tanimasalang ham baqir-chaqir qilaverasizlar ekan. Bo'ldi. Yashang. Izzatulla va Gulirabo tabriklayman. Chor ketsardamiz pada tursiz. Antikvarsizlarda sizlarchi. Juda yaxshi ko'raman. Jo'raboy va Madina tabriklayman. Bolalar, ey, bo'ldi. Ashur va Mag'firatxon tabriklayman. Yashang. Hasan va Shahzoda tabriklayman. 10-sinfmisiz siz? Mahkam va Rayhona tabriklayman. Yashang. Ergashali va Ziyodaxon tabriklayman. Yashang. Oy, bolalar. Xudoyatilla va Shamsiyaxon tabriklayman. 10-sinfmisiz? Yashang. Qambarali va Rayhona tabriklayman. Turobboy va Elmira. Yashang. Usmon va Oyisha. To'lanboy va Nargiza. Iskandar va Shirnoy. Shirnoy. G'ulomjon va Sarvinoz. Qo'yib yuboringlar. Qani, bormi? Xo'p. Abduvali va Gulsanam tabriklaymiz. Yashang. Murod va O'g'iloy tabriklayman. Nurmuhammad va Omina tabriklaymiz. Omina. Xo'p. O'quvchimizning she'riga bugun 189 oldi. 189 olgan mahal gaplashamiz. Bundan ham kutib qolamiz. Xo'p, matematikadan 100% ona tildan mana yopyapti. Ingliz tilidan ham bevani bor, tarix kutilyapti. Xullas Tursunov Bekzodjon tabriklayman.